yoshlar, bugun G'allarol tuman axborot kutubxona markazi tomonidan tumanimizdagi Sarbozor mahallasida yashovchi Kitobxon oila, Kitobxon ona Sabohat opa Safarova xonadoniga tashrif buyurdik. Farzand tarbiyasi avvalo oilada boshlanganidek, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda ham oilaning o'rni nihoyatda muhimdir. Ayniqsa bolani ma'naviyatli, ilmga va kitobga tashna qilib tarbiyalash onalar zimmasidagi vazifalar sirasiga kiradi. Buyuk Jadid bobomiz Abdurauf Fitrat bobomiz ta'biri bilan aytganda, onalar butun bir bashariyatning tarbiyachisidir. Bo'lajak nevaralari tarbiyasini tanlashdi. Chunki nevaralaringizga sizni avlodingizga o'sha kelin tarbiya beradi. Ya bo'lmasa o'zingiz tarbiyalab olasiz. Nima uchun? Mana do'stlar, hozir nima o'shanda nimada xizmat avval faoliyat. O'sha Husan akamizni xonadonida biz mehmon bo'lib turibmiz. Mana haqiqiy ibratli ekanligini tasdiqlagan mana yaqindagina prezidentimiz tomonidan xalqaro oila